O'z joniga qasd qilish sabablari va oldini olish. O'z joniga qasd qilish jiddiy psixologik holat bo'lib, u ko'pincha depressiya, stress, ruhiy kasalliklar yoki hayotdagi qiyin vaziyatlar natijasida yuzaga keladi. Bu muammoni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili 726 ming kishi o'z joniga qasd qiladi va o'z joniga qasd qilishga urinishlar ko'paymoqda. Oldini olish choralari: odamlar bilan ochiq suhbat qilish, muammolarni ichga yutmaslik, psixolog va shifokor yordamiga murojaat qilish, yaqinlar bilan vaqt o'tkazish va ularning qo'llab-quvvatlashini his qilish, sog'lom turmush tarzini saqlash, sport, to'g'ri ovqatlanish, uyqu rejimiga rioya qilish. Piyoda yurish depressiya va stressni kamaytirishga yordam beradi. Yurish tanadagi endorfin va serotonin darajasini oshiradi. Bu esa kayfiyatni yaxshilaydi va tashvishlarni kamaytiradi. Kuniga 30-60 daqiqa yurish tavsiya etiladi. Agar muntazam yurishni odat qilsangiz, bu nafaqat jismoniy sog'liqqa, balki ruhiy holatga ham katta foyda keltiradi. Agar siz yoki yaqinlaringiz bunday holatga tushib qolgan bo'lsa, kechiktirmasdan mutaxassislarga murojaat qiling. Hayot bebaho va har qanday muammoning yechimi bor. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.